Leksiyemizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün Çislak 2023 yıl 3. ayın 30. günü Perşembe. Endiki mavzuğa qarayışlar vatandaşlar, bu mavzu nime? Qingang Xi Jinping'in şahmat planını, yoki siyasi oyun planını aşkarıldı. Mavzulu haber 3. ayının 29. günü Van Vitor bitide ilan kılındı haber. Bundan başlandı. Xi Jinping nime üçün hiç nimege qaramay. Xalqara uruş cinayetçisi Vladimir Putin bilen birge boludu. Bundaq sualni köplegen kişiler oturup koyup geldi. Cungu tarafının menteqisi şundaq boldu ki, Cunguluklarının nazarida Amerika Xi Jinping'ni Vladimir Putin'nin qishiga berishga zorladı. Dikkat qildingiz mi vatandaş? Sizlar nima so'zni do'stlar bilan muhokama qilishni diqqati. Cunguluklarının nazarida Amerika Xi Jinping'ni Vladimir Putin'nin qishiga berishga zorladı. G'arb dunyosining bu masalada mintaqasi shundoq bo'ldiki, Junguning chetda turib olishi Rossiya bilan birlashib navbatdagi xalqaro tartibni o'zgartmoqchi bo'lganligidir. Bu aning mos kelmaydi xabar. Aşı gapni shu o'zimiz Reis Xi Jinping'ning bu qatorda Moskva ziyoratini Amerika Qo'shma Shtatlari zo'rladi. Qishiga prezident Vladimir Putin'nin qishiga berishni zo'rladi. Mushiga bilsangiz bo'lsin. Bu to'g'rida Junguning tashqi ishlar ministri Qingang bir g'uvo bishorat berdi. Qingang Xi Jinping bilan Rossiyaga ziyoratga birga kelgan bir paytda birga kelgan muxbirlarga Xi Jinpingning bu qatimqi Rossiya ziyoratini tanishtirdi. Qingang birinchidan Xi Jinpingni ushurib maqtab Xi Jinpingning o'rinlashtirishidan g'uvo bishorat berdi. Qingang ikkinchidan ayrim davlatlarga bor kuch bilan hujum qilib, Jungu bu davlatlarning dunyo tartibiga yetakchilik qilishni nazarga olmaydi deb bishorat berdi. O davlat qarshi Amerika Qo'shma Shtatlari. Qingang uchinchidan bor kuch bilan hozirgi dunyoning ziddiyatlarini taraqqiyot bilan o'tirdiki, cheklash o'tirisidagi ziddiyatdir dedi. Taraqqiyot bilan cheklash o'tirisidagi ziddiyatdir deb bekitdi Qingang. Herkesmi demokratiya bilan diktator davlatlar o'tirishga kurash emas. Qingangning tushuntirishlaridan qaraganda xalqaro sahnada rol o'ynaydigan turk bo'lish bu Xi Jinpingning xizmat usulidagi bir tadbir ekan. Demak, hozir tashqi ishlar ministri Qingang Reis Xi Jinpingni ta'riflayotadiki, xalqaro sahnada turk bo'lish, xalqaro sahnada rol o'ynash oshkora chiqib o'tirdi degan vatandoshim. Lekin yana Amerika Qo'shma Shtatlari Reis Xi Jinpingni Moskvani ziyorat qilishga zo'rlaydi degan gap tushuntirgan vatandosh. Tashqi ishlar ministri Qingang suhbat so'zlarini tanlab Xi Jinpingni madihlab, Xi Jinping xalqaro jamiyat qaymoqib turgan halqiliq bir paytda vaziyatni kuzatib, nishonni belgilab, turklik rol o'ynay oladi. Junguning tashqi siyosati bilan xalqaro vaziyatga muqimlik olib keladi va kazada madihladi. Tashqi ishlar ministri Qingang Junguning Reis Xi Jinpingni madihladi. Qingang Xi Jinpingning xizmat usulini ushtirib maqtishi boshqa bir davlatni cho'kirishga barobar bo'ldi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarini cho'kirmoqchi. Xi Jinpingning xizmat usulining uchinchisi ayrim davlatlarning gapi-gap bo'lib kelgan dunyo tartibini o'zgartirish. Demak, Amerikaning gapi-gap bo'lib keldi, Ikkinchi dunyo urushidan keyin mushu tartibni o'zgartirish. Tashqi ishlar ministri Qingang shundoq deyotdi. Bu Reis Xi Jinpingning xizmat usuli ekan. Oshkoraladimi vatandosh niyat iqbolni? Bu davlat Yevropa ittifoqi. Bevosita to'g'ridan-to'g'ri Amerika deb ism qilinmay, Yevropa ittifoqi
Çinganın Avrupa İttifakının Amerika'ya erişip sol oynamasligini tapılamakçı oldu. Amerika, Rusya bilen Cumhur'a haddidan ziyade besim işletti. Amerika, Rusya bilen Cumhur'a haddidan ziyade besim işletti. Amerika en ahırda Xi Jinping'ni kıstap, besim işletip, Vladimir Putin'ni kışığa elip geldi. Kötüzma vatandaş. Amerika en ahırda kıstap, Xi Jinping'e besim işletip, Vladimir Putin'ni kışığa elip geldi. Şunlaşqa, Cumhur emdi Amerika'nın degini bu iş kılmaydı. Belki Amerika ve Avrupa İttifakı'nın prensip, kaidelerini özgertidi. Also Avrupa İttifakı'nın reisi von der Leyen hanım bugünlerden Cumhur'a ziyaret kilidi. Ziyaret kilişten burun Germaniyada hazır siyasete tavşurdu degen gap. Yaki siyaset tavşurdu degen gap Cumhur'a qattiq siyaset qo'llandi. Buni atöge көрмөз vatandaşım. Hazır vaziyetden nima ekanligi, xalqaro siyosatdan nima ekanligi, mushunda bir ikki jumla, bir ikki so'z ibora bilan chiqarildi vatandaş.